Kasbiy ta'limni rivojlantirish bugungi kunning muhim talabi, ayniqsa mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Prezidentimizning Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida ham kasblarni rivojlantirish, yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish ustuvor vazifa sifatida qo'yildi. Shu mavzudagi lavhamiz Kosonsoy tumanidan tayyorlangan. Kosonsoy tumanida joylashgan Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida amalga oshirilayotgan ishlar murojaatnomada belgilangan vazifalarning amaldagi ifodasidir. Ayni paytda maskanda 900 nafardan ortiq o'quvchi 6 ta zamonaviy yo'nalish bo'yicha tahsil olmoqda. Ta'lim jarayoni amaliyot bilan uyg'unlashtirilib, fan va ishlab chiqarish integratsiyasi yo'lga qo'yilgan. Men bu yerda o'qiyotganimdan juda ham xursandman. Bu yerda bizga juda ham qiziqarli dars jarayonlari olib boriladi, xususan amaliy va nazariy tartibda dars jarayonlarini o'tamiz. Rossiya, Qirg'iziston davlatidagi o'quvchilarimiz ham bizda kelib tahsil olmoqda va bizda hozir yana bir imkoniyat yo'lga qo'yildi. Migrant bo'lib ishlamoqchi bo'lgan talaba do'stlarimizga ham bizda tillar o'rgatilmoqda. Texnikumda sog'liqni saqlash tizimi uchun raqobatbardosh malakali mutaxassislar tayyorlanadi va zamonaviy o'quv-xonalari, laboratoriyalar, simulятsion mashg'ulotlar orqali kasbiy ko'nikmalar rivojlantirilmoqda. Bu esa bitiruvchilarning mehnat bozoriga tayyor holda kirib kelishini ta'minlash bilan ahamiyatli. Prezidentimiz tomonidan kasbiy ta'limga juda ham katta e'tibor bermoqdalar. Shu jumladan bizni texnikumda ham tibbiyot yo'nalishi bo'yicha tubdan juda ham katta o'zgarishlar sezilmoqda. Kambag'allik reyestrida turgan ayollarni ish bilan ta'minlash maqsadida Germaniya davlati bilan hamkorlikda nemis tiliga o'rgatmoqdamiz. Bundan tashqari uqalash, nemis tili, ingliz tili, uy hamshirasi yo'nalishi bo'yicha qisqa muddatli kurslar tashkil etilgan bo'lib, yoshlar kelajakda o'z yo'llarini topib olishi uchun katta imkoniyatlar yaratilgan. Tibbiyot texnikumida xalqaro tajribalar joriy etilmoqda. Germaniya bilan yo'lga qo'yilgan hamkorlik asosida nemis tili o'rgatilyapti. Shuningdek, kasbiy ta'lim bo'yicha yangi tatbiqlarga hamohang qisqa muddatli uqalash kurslari orqali ham mutaxassislar tayyorlanmoqda. Men Namangan viloyati Kosonsoy tuman Abu Ali bin Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi talabasi bo'lajak hamshiraman. Hozirda texnikumimizda qisqa muddatli kurslar yo'lga qo'yilgan. Uqalash kurslariga a'zo bo'ldim va hozirda o'rganmoqdaman. Men kelajakda nafaqat hamshira, uqalash mutaxassisi ham bo'lib yetishmoqchiman. Prezidentimiz kasbiy ta'lim tizimida islohotlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 316-sonli qarorlari asosida qabul rejamizni yana shakllantirdik. Yangi o'quv yilida 8 ta yo'nalish, jumladan stomatologiya va sanoat farmatsiyasi yo'nalishlarida dual ta'lim tashkil qilishni oldimizga rejalashtirganmiz. Bundan tashqari yana ta'lim sifatini yanada yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni belgilab olganmiz va shu asosida ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur tibbiyot texnikumida targ'ibot tadbirlarining yo'lga qo'yilayotgani Prezidentimiz murojaatnomasida belgilangan vazifalarning hayotga tatbiq etilayotgani yaqqol namoyon etmoqda. Bu yerda yetishib chiqayotgan tibbiyot mutaxassislari esa kelgusida aholi salomatligini mustahkamlash, sohada sifat o'zgarishini ta'minlashga munosib hissa qo'shishi shubhasiz.